Sen bilan любой payt revanshga tayyorman. Любой время. Men seni 77 qil muammo emas. Birinchi raundga kelasan sen o'zing normalniy bolaga o'xshaysan, bir gapirasan. Bilmadim, orada miya ayni quradimi yo'q, aqlsiz agar noto'g'ri gapirib o'rgatasiz tushunmayman. Ana temani gapiribsan, o'rnomusim bor, u revanshni olmagan, o'rnomus yo'q, badobatini sendan qancha revansh so'raganman. U revanshni sen shunaqa pul so'ragansan-ku, hech qasliga u pulni bermaydi senga. Takshi meni o'rnomusim senga aytgan gonorarni berish bilan hisoblanmaydi. O'shaning uchun nima deyman senga? Sen miyani tozalagan, sen kengaytirib, sen kattaroq bola bo'lishga harakat qil. Senga aytadigan oxirgi gapim, lичность bilan sportni bir-biriga aralashtirma. Chunki har doim sport qilmaysan. U odam shaxsiyatini gapiradigan bo'lsa, u не только sport. Boshqa joydan javob bera olmay qolasan. Ishingni qil, davay.